O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevich haqida 10 ta fakt. Qani ketdik. Shavkat Mirziyoyevich 1957-yil 24-iyulda Jizzax viloyatida Zomin tumanida tug'ilgan. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanikasi institutini tamomlab, keyinchalik texnika fanlari bo'yicha PhD darajasiga ega bo'lgan. 1996-yil va 2001-yillarda Jizzax, 2001-2003-yillarda esa Samarqand viloyatlarini boshqargan. 2003-yildan 2016-yilgacha O'zbekiston bosh vaziri bo'lib ishlagan va 2005, 2010 va 2015-yillarda qayta tasdiqlangan. Kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Esinglardan chiqmasin.